6 xalqarалық tashkilot 15 sentabr kuni birlashma imzoliq ochiq xat e'lon qilib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq kengashining 12 sentabr boshlangan 51 navbatlik yig'inining Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq oliy komissariyati ishxonasi e'lon qilgan Uyg'ur rayoniga doir dokumentdagi anishlarga qarata harakat qo'llanishini talab qilgan. Ochiq xatda ta'kidlanishicha, kechikib e'lon qilingan bo'lsa-mu, lekin dunyo miqyosidagi Uyg'ur tashkilotlari va hayot qolg'uvchilarning qarshi elishiga erishgan bu dokument javobgarlikka tortishning tunji muhim qadami hisoblangan. Bu ochiq xat Xalqaro kechirim tashkilot, Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti, Xalqaro qonunshunoslar komiteti, Dunyo Uyg'ur qurultiyi qatorliq 6 tashkilotning nomida e'lon qilingan. Qirg'iziston-Tojikiston chegarasida jiddiylik davomlashmoqda. Ikki davlat chegara qorovullari o'tirsida to'qinish yuz bergandan keyin urush to'xtatilgan bo'lsa-mu, jiddiylik davomlashmoqda. To'qinishda 59 nafar Qirg'iziston fuqarosi va 35 nafar Tojikiston askarining hayotidan ayrilganligi e'lon qilindi. Juma kuni urush to'xtatilgan bo'lsa-mu, chegaradagi to'qinishlar pat-pat davomlashmoqda. 136 mingdan ortiq kishining to'qinish yuz bergan rayonlardan ayrilganligi bildirildi. Amerika prezidenti Joe Biden Amerika armiyasining Tayvanni Xitoyning hujumidan qo'g'daydiganligini ta'kidladi. Amerika CBS kanalining ziyoratini qabul qilgan Amerika prezidenti Joe Biden undaqda Amerika armiyasi Tayvanni qo'g'damdi degan savolga qarata ha deb javob berdi. Xitoyda yuqori suratli tashyo'lda yo'lovchilar avtobusining o'rilib ketishi natijasida yuz bergan hodisada 27 odam qazo qilgan, 20 odam yaralangan. Xitoy ijtimoiy taratqularida avtobusdagi kishilarning Xitoy virusi tadbirlari doirasida qo'shni shaharlarga elib mengilgan kishilar ekanligi o'tirib qo'yildi va norozilik bildirildi. Yaponiyada yashaydigan 100 yosh va uningdan yuqori kishilarning soni uda 52 yil ko'payib 90,526 ga yetdi. Yaponiyadagi yeshi eng chong ayol 115 yoshlik Fusa Tatnosi bo'lib, Osaka o'lkasida yashaydi. Yeshi eng chong er 111 yoshlik Shigeru Nakamura bo'lib, Hiroshima o'lkasida turadi. Xitoy doiralari Sharqi Turkistonda virusni nolga tushirish bahonasi bilan Uyg'urlarni uylariga qamab ochliqdan o'lishiga sabab bo'lgandan keyin dunyoning har qaysi joylarida Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga qarshi namoyishlar davomlashmoqda. Germaniyadagi Uyg'urlar va turklar Düsseldorf shahriga yig'ilib, Xitoyning Sharqi Turkistondagi virus tadbirlari nomidagi irqiy qirg'inchilikqa norozilik bildirdi. Namoyishchilar zolim Xitoy irqiy qirg'inchilikni to'xtat, Uyg'urlarga erkinlik qatorliq shuarlarni to'ladi. Namoyishda e'lon qilingan bayonotda irqiy qirg'inchilikning to'xtatilishini talab qilish bilan bir vaqtda xalqaro jamiyatdan bu zulmga bo'lgan tonishni o'stirishni talab qildi. Bundan boshqa Xitoyning ocharchilik qirg'inchiligiga qarshi Avstraliya va Amerikada namoyishlar o'tkazildi.